Xuddi shunaqangi apparat qidirib yurgan usta ukaxonlar uchun mana sizlarga Wagner apparatimiz emulsiya sochadigan. Hop buni ikki xili bor. Hop bu Wagner apparatimiz bilan cho'tkada yarim soat 1 soat qiladigan ishingizda buni 1 kvadratini 5 sekundda tep bo'lsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hop bu Wagner apparatimizni qani bo'lmasa yaqindan tanishib chiqamiz. Hop usta ukalar qani bo'lmasa birinchidan nima chiqishini tanishib chiqamiz. Hop o'zini komplektda 8 metrli shlankasi bo'ladi, mo'shni qalin. Hop bitta o'zini pistoleti bo'ladi, undan tashqari qo'shimcha yana bitta pistolet bo'ladi, bir-biriga ulab ishlatiladi, uzaytirib. Hop buni ichidan o'zini mana qanday himoya ochkilar chiqadi, ko'zni himoya qiladigan. Mana qo'shimcha pistoletda bitta nasatkali bo'ladi, na kompenzon kiyimi chiqadi, rang aralashtirgan krushkasi chiqadi. Hop bu apparatimiz emulsiya qotib qolmasligi uchun o'zini o'zi obrat qilib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Hop betidan rasxotini kamaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi. Motor razeshniy qilib turadigan avtomatkalari bo'ladi. Hop bu apparatimiz minutiga 2 litr rasxot qiladi. Rasxotini kamaytirib olsangiz ham bo'ladi. 1600 watt 4500 obrat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak $240. Bu Wagner apparatimiz ozorrog'i bormi deganlar uchun so'raganlar uchun mana bu ozorroq varianti ham bor. Farqi nima deganligi, farqi motorda bo'ladi. Buni motori nisbatan kichikroq bo'ladi, obrat pastroq bo'ladi. Ish berishi bo'yicha ikkalasi bir xil ish beradi. Komplektida hozirga nima chiqqan bo'lsa, buni ham komplektda o'sha narsalar chiqadi. Buni narxi $170. Like bosib kommentariy yozishingiz bular shart emas.